Assalomu alaykum qadrdonlar. Yana men sochim olyapman. Aziz sartaroshimiz Azamat akam bilan Assalomu alaykum. o'tgan safar juda go'zal suhbat bo'lgan. Endi davom bo'ladi. Yaxshilarning suhbatlari yaxshi deb davom etamiz. Hozir o'tirishim bilan akam safar taassurotlarini so'rab turdi. Ajoyib gap ekan, ayting-da. O'sha Alloh rahmat qilsin. Hazrat aytar ekanlar, men Shayx hazratlar. men safariga borsam, safar haqida kelganimda aytmasam mendan so'ranglar degan ekan. Shunga sizdan safardan gapiring. Safar yaxshi bo'ldi, manfaatli bo'ldi deb o'ylayman, lekin o'sha xulosasini sizga aytib qo'yardim. Shundan demak suhbat davom ettirib ketamiz. Ya'ni deyarli ko'p safarlarda unaqa savol bermagan ekan. O'tgan safar shu qaytishimda bu safar meni Alloh taolaga yaqinlashtirdimi yo uzoqlashtirdimi degan savol berib aeroportda rosa o'ylanib qoldim. Biz qiladigan ishlar, qiladigan safarlarimiz, voqelik har bir kun bizni yo Xudoga yaqinlashtiradi, agar yaqinlashtirmayotgan bo'lsa albatta uzoqlashtirayotgan bo'ladi-da. Maqsadga desak ham bo'laveradi. Kimdir oliy maqsadga nimadir qo'ygan bo'ladi o'z oldiga. Har bir harakatimiz yo yaqinlashtirayotgan yo uzoqlashtirayotgan bo'ladi. O'ylanib qoldim. Rosa hijolat bo'ldi odam. Ya'ni ruhiy jihatdan ko'ngildagidek o'tdimi desam, undan yaxshiroq o'tkazsa bo'lardi demoqchiman-da. Ehtimol ko'p yo'lda bo'lganim uchun charchab qoldimmi? Men bo'shim. Shunga musofachilikka unaqa zajir yo'q, qattiq so'ralmaydi, bosim qilinmaydi deydi. Shunga yengilliklar Xudoning o'zi bergandan. Shunaqa gaplar. Mana bugun bizni nima tomoshabinlarimiz bor. Voy. Qobultoy, qarisiz yetamiz. O'ylanib ketdik. Mana ajoyib bo'lajalar. Gapiring Azamat ekan. O'tgan safar sizni rosa maza qilib eshitdim. Bizlarga. Rahmat. Obunachilarimiz. Bir kun endi motivatsiya deydi endi streylarda motivatsiyani ham nozi bo'lar ekanda. Gohida bo'ladi, gohida bo'lmaydi deyishadi. Bir kun bitta qishloqda bitta kambag'al bola bor ekan. Uni uchun o'zimizni hoji akalarga o'xshagan odamlar uylantirib qo'yamiz, bir savob bo'ladi debdi. Mayli debdi-da, qiz topishibdi. Qiz qarasa bolani mahriga ham puli yo'q ekan. Keyin qiz bilib qopti-da ayol. Mayli debdi, men debdi, shu uylanib, ana uylangan to'yimizdan keyin ishlab pul topganingizda mana hajga borib kelasiz. Shunga roziman debdi. Bola xo'p bo'ladi debdi. Shu bilan to'y bo'ldi. To'ydan keyin ayoliga va'da qildi. Bitta boshqa qishloqqa oyna kesadiganchini shogird tushibdi. Oradan 2 oy o'tibdi, 2 oy o'rganib ketdi. Endi bular tog'li joyda turar ekanda. Kelishi bilan Allohning irodasi bilan vulqon o'tiribdi-da. Odamlarga ziyon yetmabdi. U dur qilganda hammani oynasidan ketibdi. Odamlarga ziyon yetmabdi. Endi ana bola 2 oyda shunaqangi puldor bo'lib ketibdi. Keyin o'sha qishloqda hammani oynasini qilib berib, rosa sharoit yaxshi bo'lib ketib, o'sha ayolni hajga borgan ekanda. Şimdi niyatni yaxshi qilish kerak ekanda. Zo'r ekan. Niyatda. Niyatni endi vulqon ottirib yubordi. Yaxshi niyat qilganiga Alloh bir qasdan rizqini keng qilib qo'yadi. Ha, odamning fikri ko'p narsaga ta'sir qiladi. O'ylagandan ko'ra ko'proq narsaga ta'sir qiladi. Kecha dadam bilan haytlab ko'p joylarga kirib chiqdik alhamdulillah. Yo'lda asosiy mavzu. Ya'ni odamlar qora kunlarga deb pul asrab qo'yadi-ku. O'sha yomon niyat qilmaslik kerak, chunki o'sha nima uchun nimani yig'sangiz o'zi impuls tarqatadi-da. Shu qora kun tezroq kelsin va meni ishlatsin. Ne'mat o'zini ishlatilishini, mukammal ishlatilishini xohlaydi-da. Tezroq ijro bo'lishini xohlaydi. Shuning uchun biror bir narsada niyat qilayotganda yaxshi narsani niyat qilish kerak. Yaxshi kunlarimga, oq kunlarimga deb turib. Va o'zi birdan to'yga burilib ketib qoldi shu. Siz muqobilga yaqin o'tiribsiz-da biroq. Ularni uylantirishimiz kerak, yaxshi bolalar bo'lsa, ey qizlar bo'lsa. Shu odam o'zining impuls tarqatadi-da. Uylanaman deb turibdi shekilli, shunga xayolingizda to'ydan boshlaysiz mavzuni ham. Alloh soliha juftni ato qilsin. Hamma uylanmoqchi bo'lganlarga. Turmushga chiqmoqchi bo'lganlarga. Yana endi rivoyat bilan bitta savol bersam. Bir kun bitta kemachi, kemada bitta
ilmli odamni o'tkazib qo'yish kerak. Arab tilidan dars berar ekanda. Keyin o'tirishibdi, keyin kemada boshqa. Haligi men sarfni bilasizmi, nahvni bilasizmi deb savol beradi. O'zing suzishni bilasanmi deydimi? Savolingiz nima? Yo'q, o'sha anaqa deydi-ku. Butun umringni o'tkazib yuborsan deydi-ku. Shunaqami? O'sha nimaga unga unaqa deyapti anu. Kemachiga. Yo'q, arab tilini o'rganib, lekin shu payg'ambar alayhisolam o'sha sunnatiga mahkamalik qilish kerak-da. Ya'ni komanda o'qotish, ot minish, suzish bilish kerak odam. Shunaqa suzish o'rganingizlar. Tilni ham o'rganingizlar. O'shani anaqa qilgan. Tilni bilib, suzishni bilmagandan ko'ra, tilni bilib, suzishni bilgan yaxshi. Shunaqa gaplar. Boyagi o'sha vulqonlarda ottirgan bola haqida ikki og'iz. O'zi xudo qiladi-yu. Xudoning qudrati-yu. Biz ko'pincha niyatlarimizni ham qo'rqib qolgan ekanmiz, rosa ko'p narsadan. Lekin illa odam niyat qilishga ham e'tiborli, ehtiyot bo'lish kerakki. Birov musibatni ustiga qurilmas kerak-da. Endi u taqdirjon bo'lib qolgan. Vaholanki yangi siti qurilayotganda oyna qilib berib hajga ketsa bo'lardi-yu. U paytda yaxshi quruvchi bo'lmagan. Ibrat olsa bo'ladigan joyi rizqni banda qayerdan topishligi va qayerga sarflashligidan so'raladi. Yaxshi joydan topib, yaxshi joyga sarflik deb aytaverish kerak. Inshaalloh. Shunaqa topgan. Anaqa bor edi bitta. Bitta qishloqda komonta degan odam bor ekan. Mergan odam ekan, rostsa. Uni bittasi kelib turib, mana shunaqa sizlarni qishloqlarda bitta komonta degan odam bor ekan. Shu rostmi debdi. Ha debdi, u rosa mergan debdi. Biz bilamiz, uni taniymiz debdi. Shu debdi 50 metrdan bolasini boshiga tarvuz qo'yib, otaman deyapti desa, "Ay yo'q, debdi. Endi debdi. Sal xato qilsa bo'ladi-ya" debdi. Keyin bolasidan so'rabdi. Otang debdi, mana shunaqa 50 metrdan boshiga tarvuz qo'yib, o'rtasidan otaman deyapti. Nima deysan desa, "Otam aytgan bo'lsa, otadi, ishonaman" debdi. Keyin odamlar jamlanibdi, komonchi chiqib, boshini bolasini boshiga tarvuz qo'yib 50 metrdan shtab qilib tarvuzni o'rtasiga qadab qo'ydi. Odamlar "Yo'q, qo'y, endi bunga rostdan biz ishondik, ko'rdik, endi ishonamiz" debdi. Yana odam odamlarga qarab ishondik endi. Endi shu komonchi debdi. O'sha 50 metrdan bolasini boshiga olma qo'yib, olmani o'rtasidan uraman debdi. Uraman deyapti desa, "Ha yo'q, debdi endi. Tarvuz bilan olmani debdi. Rosa bir farq katta-ku" debdi. Keyin bolasidan so'rabdi yana. "Mana shunaqa deyapti, adang, olma qo'yib o'tamiz. Adam aytgan bo'lsa, ishonaman" debdi. Qiladi debdi. Yana 50 metrdan shtab qilgan olmani o'rtasidan urib qo'ydi. Odamlar, endi qo'yib qoldik biz. Endi buni rostdan guvohlik beramiz. Bu rostdan mergan endi bu" debdi. Keyin yana odam endi debdi, shu komonchi debdi, olmani o'rniga uzuk qo'yib, o'rtasidan o'taman debdi. "Ay yo'q, debdi, yana ishonmay qo'ydi. Endi sal olma bilan uzukni farq katta-ku" debdi. O'g'lidan so'rabdi. "Adam aytgan bo'lsa, otadi to'g'risidan" debdi. Keyin komonchi shunday 50 metrdan uzukni o'rtasidan otib, daraxtga sanchib aylantirib qo'ydi. Keyin bilan odamlar endi taslim bo'lib, "Ya endi hech qanaqasiga shubha qolmadi. Biz rostdan bunga deb bittasi imolsalar bilan rostdan biz ishonamiz endi bunga" debdi. Keyin odam, "Bo'pti, siz turing, siz boshingizga tarvuz qo'yib o'tadi" desa odam, "Yo'q, bir marta bo'lsa ham xato qilish mumkin" yana ishonmay qo'ydi. Endi bu yerdan nima olamiz desa, o'sha ichida yurish kerak ekan, komonchining o'g'liga o'xshab. Ilmda yursa, ilmda, darsda yursa, darsda, nimada yursa, o'sha ichida yursa, inson o'sha bir bormay qo'ysa, mana shunaqa ishonmovchilik bo'lar ekanda. Bu yerda shu narsa anaqa olinar ekanda. Komonchining o'g'liga o'xshab, o'sha bir narsaning ichida pon yurish kerak ekanda, mutaxassislikka. Ishonish uchun jinsi bir bo'lish kerak deyishyapti. O'sha sohada ozgina bo'lsa nasibasi bo'lish kerak. Men ham komonchiman. Hazillashib aytardim. Avvallar olma ushlab turgan odamni otardim. Keyin shug'ullanib o'zim ustimda ishladim. Keyin o'zi ushlab turgan odamni uradigan bo'ldim shu komandan. Hazillashimda. O'zi jiddiy gaplar hazırlab qo'ydi. Nishon o'zgarmaydi, faqat qo'lda ushlab turadigan narsasi o'zgaradi.
Hamon ajoyib narsa. Juda katta falsafa shu. Ha, ko'rganman tamom. Ajoyib. Baraka. Menga sharaqani gap yo'q hali. Umar Razulloxonovning gaplari. Hatto ko'p shuni hayotimda eshitaman mana shuni. Bir insonning fikri bitta ipga o'xshaydi. U uzilishi mumkin deydi-ku. Ikkita insonning fikri oshaloq ipga o'xshaydi deydi. Uchta insonning fikri uzib bo'lmas arqonga o'xshaydi. Maslahatlashib ish qilamiz degan. Rosa yaxshi. O'sha ko'p ishitaman rosa. Va maslahatda gap ko'p ekanda. Aynan. O'sha farzandiga katta risk qilib turib ota olgan ota o'ta professional deganda. Hazrati Ibrohim alayhissalomni qurbonlik qildik hammamiz ko'pchilik. Alloh dargohida qabul qilsin. Hayitda kelib chiqish tarixi o'zi Ismoil alayhissalomni qurbonlik qilishlik vahiy qilinadi tushida. Ilhom qilinadi. Qarang shu Xudoga ishonib eng yaxshi ko'rgan narsa inson uchun farzand bo'ladi deb qarasa. Eng shirin narsa deylik. O'shani Xudoning yo'lida fido qilishga tayyor turishligi bu nafsimizga yoqadimi, aqlimizga, ruhimizga yoqadimi, lekin eng yaxshi ko'rgan narsadan ham Xudo taolo bandaga mahbubroq, yaqinroq bo'lmaguncha iymoni mukammal bo'lmaydi ekanda. Bu imtihon bo'lgan, tavakkuli kuchli bo'lgan Halilulloh alayhissalom, Ibrohim alayhissalom pichoqni shunday tortganda bu yerda ham u kishining tavakkuli, ham Hazrat Ismoil alayhissalomning sabri. Inshaalloh meni sabr bandalardan ko'rasiz deydi. Keyin deng o'sha oppoq qo'chqor jannatdan tushib keladi. Eng qizig'i men opam tekstilniyda o'qigan. Ko'p til bilganim uchun ba'zi narsalarni tarjima qilib berardim. Yevropani san'atini sal izchilroq o'rganganman shu jihatdan. Eng mashhur asarlari hammasi deyarli ilohiyot bilan bog'langan. Mana shu ayni Ismoil alayhissalomni qurbonlik qilib turib keyin qo'ydi kelishi, qo'chqor kelishlari rosa bir eng qimmat san'at asarlari bo'lgan. Ya'ni bu faqat biz islom olamida bo'lganimiz musulmonlar biladigan tarix emas. Uchala din ham ehtimol boshqa dinlar ham ittifoq qilgan va shunga ishora qiladigan butun san'atlar bor. Keyin o'zi san'at, ijod, ilohiyot bilan bog'lansa shu boqiylikka daxldor bo'ladi. Uzoq muddat xizmat qiladi. Ya'ni klassika deymiz. Nimaiki u Xudo taolo bilan ilohiyot bilan bog'lanmasa, juda tez tugaydi, umri qisqa bo'ladi, foniy bo'ladi. O'shanga odam qurbonlik payti faqat qo'ydi, so'ydi, qutuldi emasdan, odam o'ziga savol berish kerak. Men o'z nima nafsimga qattiq yoqadi va uni Xudo yo'lida voz kecha olaman. Biror bir yomon odatingiz bo'lsin va bir yaxshi narsa nafsizga yoqadi, lekin Xudo bilan siz o'rtangizda parda o'tirgan bo'lishi. Tushunasizmi? Boya tobiinlar hayot haqida biroz gapirdingiz-ku. Men hayotlariga havas qildim. Ba'zilari uyini ichida qabr qazib qo'yib yotgan ekan deb turib. Bu ulug' zotlarning ixlosida hech shubha bo'lmaganda. Lekin shu Vaysal Qaroniy hazratning qissasi keladi shekilli. Yo Hasan Basri hazratdan ekan, ikkovidan bittasidan. Eshitdiki bir odamni eshitdi yigitni. Shu qabristonda qabr kavlab qo'yib, oldiga nima edi oti? Kafanni qo'yib 30 yildan beri o'sha qabrda oldida ibodat qilar ekan. Juda zohid ekan deb eshitdi. Keldi, qaradi. Ular endi qalblarida ham ko'p bunday sezib turgan Alloh taolo bildirgan zotlar bo'lgan-ku. Aytadi: "Senga nima bo'ldiki, Xudo bilan o'rtangda shu qabr bilan kafan parda bo'lib turibdi" degan mazmunda aytadi. Ya'niki odamlarga mashhur bo'lgan qabri kafani bilan yig'lab ibodat qiladi degan gapni tushunasizmi? O'shandan keyin u davom etgan shu joyda. Ya'ni u shuhrat istaganmi, qalbida nima bo'lgan bizga qorong'u, lekin sen Xudoga ibodat qilishni o'rniga xuddi qabr bilan kafanga ibodat qiladigandek bo'lib qolsan deb qattiq bir tanbeh bergan dedi-da deydi. Qalb ko'zi ochilib, haligi parda ko'tarilib, gurs etib qabrga yiqilib tushdi u deydi-da. Go'zal narsa. Ya'ni bizda bugun Xudodan chalg'itadigan har narsaki fitna hisoblanar ekan. Xudodan chalg'itadigan hamma narsaki fitna. U hatto yaxshi ko'rinishda ham bo'lishi mumkin.
bir bolaki o'lib shu bir matohni istab yurdi. Misol uchun shu jentira olaman, o hokazo qilaman deb. Shu olguncha Xudo dedi, duo qildi, rosa bir harakat qildi, oldi. Olgandan keyin uni yomon narsalarga ishlatdi. Uni moshinsizligi 1000 marta yaxshi edi. Shuning uchun ne'matni shukri uni to'g'ri narsaga ishlatish bilan bo'ladi. Va u ne'mat voqelik ko'rinishda, matoh ko'rinishda, kiyim, mansab, shuhrat va hokazo ko'rinishda bo'lishi mumkin. Nima ko'rinishda bo'lishidan qat'iy nazar, undan keyingi savol, ya'ni bu voqelik bilan men Xudoga yaqinlashdim, uzoqlashdim. Turmush masalasida, diplom masalasida, boyagi mansab yoki erishilgan yutuq masalasida hammasi ko'rishingiz mumkin. O'sha olmoqchi bo'lgan sertifikatingiz va hokazo hammasi sizni Xudoga yaqinlashtirdimi yo uzoqlashtirdimi? Agar uzoqlashtirayotgan bo'lsa, darrov niyat to'g'rilab olish kerak. Gap matohda emas, gap yerda, xotinda yoki gap boshqa narsada emasdan. Bugun shuni muhokama qilib qoldik. Zulayho onamiz Yusuf alayhissalomga birinchi nafsi jihatdan kelib chiqib, niyati buzuqlik bilan yaqinlashadi. Qarang, sharmanda bo'ladi deyin. Yusuf alayhissalom bu yerda taqvo qilgani uchun maqom topib chiqib ketdi. Lekin ehtimol odamni nafsi ko'tara olmaydigan qiyin jazo bilan yakunlandi, ko'rinadi. Ya'ni qamoqda qolib ketdilar. Qamoqda ham siz bilan men bilgandek bir kun, 40 kun yo 1 oy qolib ketdi emas, 13 yil qolib ketar ekan eshitishimcha. Undan keyin chiqdi. Oxiri qiziqda, amakimda zo'r gap bor edi. Sen plus minus ko'paytirib bo'lib hisoblaysan, barobardan keyin qiziq. Nima bo'lishi? Barobarda oxiri nima bo'ldi oxiri? Zulayho onamiz mana niyat buzuqlik jihatdan erisha olmading. Oradan yillar o'tdi. Qarlik yetdi va nafs degan narsa o'yindan chiqdi. Xolis muhabbat o'zi qoldi. Xudo taolo u kishini yoshartirib qo'yib, Yusuf alayhissalom oxiri yetkazdi. Niyat to'g'ri bo'lgani uchun, ya'ni go'zal holatga yetishdi. Endi eng qiziq Yusuf alayhissalomning vositasida keyin Xudoga yetishdi. Zulayho kechalar tahajjud o'qirdi deydi. Yusuf chaqirsa namozdan bo'shamasdi deydi. Ya'ni Xudoning muhabbati bandaning muhabbatidan oshib ketdi deydi. Shuning uchun majoziy muhabbat, bandaga bo'lgan muhabbat Allohiy muhabbatga dalolat qilar ekanda, ba'zan borib go'zal narsa juda. Shuning uchun ko'pchilik taniydigan bir avliyoulloh zot bor, Alloh rahmatiga olsin. Ibrohim Eshon hazrat deb. Shu kishidan bir ajoyib gap eshitganman. Ya'ni kimdir kelarkan, siz nimaga qiziqasiz deb so'rar ekanda. Falon narsaga. Ha, bizdan ekansiz, o'ting. Yana kimdir kelar ekan, siz nimaga qiziqasiz? Men tovuqqa qiziqaman. Xo'p, yaxshi bizdan ekansiz. O'ting, oxogozo. Keyin bir kishi so'rabdi dedi. Bu tovuqqa qiziqaman desa, "Nima qilaverasiz?" Nimaga desam, banda biror bir narsaga qiziqishi kerak. Ya'ni bu Alloh taolo yaratgan mahluqotga bo'lgan qiziqish ayni Xudoning o'ziga qiziqish. Mahluqotga bo'lgan muhabbat Xudoning ilohiy muhabbatiga dalolat qiladi. Hech narsaga qiziqmaydigan, hech narsani yoqtirmaydigan odamdan qo'rqish kerak degan mazmunda gap gapirgan ekan. Tushunyapsizmi? Ya'ni bugungi kunda inson ba'zi narsalarga muhabbat qo'yishligi, agar Xudo taolo taqiqlagan narsa bo'lmasa, bir harom narsa bo'lmaydigan bo'lsa, yaxshilikka bir dalolat qiladigan narsa bo'lsa, uni to'g'ri yo'naltirish kerak ekan, xolos demoqchiman. Ya'ni noto'g'ri inson yo'lda bo'lishi mumkin, noto'g'ri joyda bo'lishi mumkin. Illo ahli ilm yo to'g'ri yo'ldaman deb hisoblagan odamlar uni yo'naltirishni bilish kerak ekanda. Ya'ni har bir insonda bir yaxshilikni oraverish kerak. Shunaqa bir ajoyib gaplar hammasi. Shunaqa. Bir kun bitta odam anaqa bor ekanda. Masjidga vaqtida kelib, vaqtida ketar ekan. Bitta o'zi kelar ekan, bitta o'zi ketar ekan. Uni imom kuzatib yurar ekan. Shu malades, vaqtida kelib, vaqtida ketadi. Bir qarab maza qilar ekan shunaqasiga kelib ketishiga. Orada birodar ko'rmay qolibdi. Keyin yetibdi, oradan bir oy o'tdi, 2 oy o'tibdi. Keyin shu bilan bir xabar olib keling, nima bo'lgan ekan, nega ko'rinmay qoldi buni deb so'rab surishtirib borsa, hovlida sandalda oyog'ini tiqib o'tirganmish. Qishda sovuqda. Keyin imomga olib qo'yib,
assalomu alaykum debdi, anavi jilmayib qo'yib, alaykum assalom gapirmabdi. Hmm. Yonib turgan sandalab ko'mirdan bitta ko'mirni olib, qor ustiga qo'yib qo'yibdi. Ko'mir turib, chiqib o'chib qolibdi. Keyin yana anavi birodarga qarab qo'yib, jilmayibdi-da, ko'mirni olib qo'shib qo'yibdi. Turib, yana gup etib yonib ketibdi ko'mir. Ana imom indamasdan ketibdi. Keyin anavi odam anglabdi-da, men jamoatga qo'shilib yurishim kerak ekan. Bitta o'zim yursam o'char ekanman deb turib, keyin jamoatga qo'shilib ketgan ekan-da. Endi hamma ishda shu qo'shilib yursa, yaxshi odamlarga yaxshi urib ketaveradi. qizib turadi. Qo'shmas ekanda odam. Shunday. Qo'shadi. Ayshan gaplar. 20 minut gaplashibmiz. Sen o'zini qilganda, sizda o'zini ayollar ko'p kuzatar ekan, ko'proq. Yo'q. O'shanga anavi bitta ayol bor ekanda, nuqsoni bor ekan. O'tgan safar o'ziga aytib berdi. Nuqsoni bor ekanda, keyin sovchilar kelar ekan, nuqsonni aytar ekan, qaytib ketaverar ekan. Keyin shu bilan anavi qiz ilmga berilib ketdi. Endi men turmushga chiqmas ekanman deb turib, ilmga berilib ketibdi-da, shu bilan rosa yillar o'tib, rosa ilm olibdi. Keyin sovchi kelib qolibdi. Shunga nuqsonim yetmayapti, men o'zim tushuntiraman debdi. Uydagilar hop bilan yetmabdi, shu bilan to'y bo'lib ketibdi. To'ydan keyin kuyovini nuqsonni ko'rib qolib, hijolat bo'lib yugurib chiqib ketsa, oyog'idan mahkam ushlab, "Hojam, bilaman, nuqsonim bor. Men yillar davomida ilm oldim. Tahajjudga erni uyg'otish qanchalik savobligini siz bilmaysiz. Meni maqsadim tahajjudga sizni bir martagina uyg'otish. Ertalab javobimni berasiz, shunda o'zim ketaman" debdi. Alloh taolo uni o'sha muhabbat berib, shu ayol bilan yashab qolib ketgan ekan. Shu niyatda bir tahajjudga uyg'otaman deb bir yaxshi niyat qilsa inshaalloh. Alloh taolo muhabbatli qilib qo'yishga ketmasdi. Shu videodan keyin qancha odam yarim kechasi tahajjud o'qisa. Inshaalloh. Hammaga nasib qilsin. Kattakon rahmat. Aylanib ketdi. Aka sizga rahmat. Sizga ham rahmat. Hozir zamon tezlashib ketib, odamlar 4 minutdan uyog'ini ko'rmaydigan bo'ldi. Haligi 3 minutdan ziyod голосовой tashlasangiz eshitmaydi ham. O'shaning uchun qisqa-qisqagina. Ehtimol yana bir partiya olib qo'yarmiz uni, bir haftadan keyin joylayman. Inshaalloh. Rahmat hammaga, harakat ko'zlaymiz.